Agar yangi yil birinchi bo'lib Yaponiyada kirib keladi desangiz, qattiq adashasiz. Videoni oxirigacha ko'ring, tushuntiraman. Yer sharida 24 ta vaqt mintaqasi bor, ammo ular xaritada to'g'ri chiziq bo'lib o'tmaydi. Mamlakatlar atrofida egilib, burilib, qayrilib ketadi. Bu esa xalqaro sana chizig'i. Aynan shu yerdan yangi kun rasman boshlanadi. Yangi yilga birinchi bo'lib kiradigan mamlakat Tinch okeanidagi kichkinagina Kiribati davlatidir. Uni ko'pchilik xaritadan topa olmaydi ham. Bu mamlakat orollari sana chizig'iga juda yaqin joylashgan va u yerda London, Parij va Banana degan qishloqlar bor. Aynan shu joydagilar yer yuzida birinchi bo'lib yangi yilni qarshi oladi. Qiziq tomoni shundaki, mamlakat ichida odamlar turli kunlarda yashashmasin deb Kiribati hukumati sana chizig'ini rasman o'zlari siljitib olishgan. Ya'ni birgina chiziqni xaritada qayta chizish orqali butun mamlakat vaqtini o'zgartirish mumkin bo'lgan. Shu bois vaqt mintaqalari faqat aniq hisob-kitoblarga emas, balki siyosatga ham bog'liq. Keyin esa yangi yil g'arbga tomon yura boshlaydi. Yangi Zelandiya, Avstraliya, Osiyo, so'ng Yevropa va Afrika. Bir necha soatdan so'nggina u Amerika qit'asiga yetib boradi. Yangi yilni eng oxirgi bo'lib kutib oladigan aholi yashaydigan joy Amerika Samoasi hisoblanadi. Eng hayratlanarlisi shundaki, atigi 70 kilometr narida joylashgan Samoa oroli 25 soat farq bilan kelajakda yashaydi. Shu sabab ayrim odamlar yangi yilni 2 marta nishonlash uchun okean orqali u yoqdan bu yoqqa borib kelishadi. Yer yuzida yangi yilni eng oxirga qarshi oladigan joylar esa odam yashamaydigan AQShga tegishli orollardir. U yerda yangi yilni faqat dengiz qushlari kutib oladi. Demak, vaqt faqat soat emas, u siyosat, geografiya va xaritadagi chiziqlarga qarab ham aniqlanadi. Siz qaysinisini tanlardingiz? Yangi yilga birinchi bo'lib kirish yoki yer yuzida eng oxirgi bo'lishni? Fikringizni izohlarda yozing va video yoqqan bo'lsa like bosishni ham unutmang.